Assalomu alaykum, hurmatli Tayfunuz kuzatuvchilari. Bugun Andijon viloyatiga kelganmiz. Andijon viloyati Balaxshi tumanidamiz. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Chorvador aka-ukalarimiz uchun yengillik bo'lgan drabilkalarimiz, garelkalar, undan tashqari zo'r yangiligimiz bor. Xo'p, Chorvador aka-ukalarimizni og'ir yengil qilish uchun so'g'adigan apparatlarimiz bor. Xudo xolasa, videoda oxirigacha ko'rsalaring, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, mana shunaqa like tugmasini bosib, kommentariyada taklifinglarni, fikrlarni yozib ketaverasizlar. Sizlarni ko'p kutilmagan holatda bo'lmasam videolarimizni boshladik. Kameraga yaqinroq olib kelsangiz. Xo'p, bu drabilkamiz ko'pchilik ham bilasizlar. Ko'rinishi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bittasi yumaloq ko'rinishda, ikkinchisi to'rtburchak ko'rinishda. Narxi 3 xil narxda chiqadi. Masalan, bu drabilkamiz 3,5 kilovatli. Yaqinroqdan ko'rsatib. Xo'p, motorlari 3,5 kilovat 3000 оборотda ishlaydi. Avtomatlar qo'yilgan. Motorga qanaqadir nagruza kelsa avtomat 5-6 sekundda tashlab yuboradi. Xo'p, bu drabilkamiz bo'lsa Ariol misli motor bilan jihozlangan. 4 kilovat 3000 оборотda ishlaydi. Bunga avtomatlar qo'yilgan. Bu drabilkamiz bo'lsa 4 kilovatli 3000 оборотda ishlaydigan alyumin titan motor bilan jihozlangan bo'ladi. Bunimiz bo'lsa o'sha ko'pchiliklar bilgan garelkamiz. Mana qalinligi ham 400lik, 8lik trubada bo'ladi. Yillar davomida xudo xolasa xizmat qilib beradi. Mana bu bo'lsa motorchigi. Komplektida shunaqa narsasi bo'ladi. Bu yerdan tokka suqsalaring, bu yerda mana past-baland qilib bemalol ishlataverasizlar. 350 litrli qozonni 1 soat, 1,5 soat oralig'ida qaynatib beradi. Bundan tashqari bizda videolarimiz ko'rsalaring, atala qozonlarimiz ham mavjud. Xo'p, bizda akalar bundan tashqari mana bu yerda hozir yaqinroqdan ko'rsatsangiz, Turkiyani Melasti apparati. Turkiyani Melasti apparati kelgan mana sog'ish uchun. Masalan, 30 litrdan tortib 40 litrgacha mavjud mana. Idishlari bor. Ha, bu yerda hozir eng kichkinasi bor ekan mana. Litr 30 litr. Ya'ni bir 5 tadan boshlab 15 tagacha molda bemalol epilaveradi. Masalan, xonadoningizda mol bo'ladimi? Hop, chorvangiz bo'ladimi, fermangiz? Bu bitta sigirga ulab qo'yiladi. 8 minutda sog'ib bo'ladi. Bitta mana shu nimani ulab qo'ysangiz 8 daqiqada bitta sigir sog'ib bo'ladi. Kattaroqdan keraksalar mana 40 litrliklari mavjud. Ya'ni 30 litrdan 40 litrgacha. Bularni mana ko'rsatsangiz, Birdaniga ikkita molni sog'adi. Ha, mana birdaniga ikkita molga ulab qo'ysa bo'lar ekan mana. Zo'r narsa. Masalan, xonadoningizda bo'ladimi yoki bitta fermangizda bo'ladimi, ulab qo'ysangiz, xudo xolasa, ikkita sigirni 8 minutda birdaniga sog'ib beraverar ekan. Endi narxlarini aytadigan bo'lsak, hop, 30 litrligi qancha aka? 6,1 million so'm. 30 litrligi 6,1 million so'm ekan. Hop, birdaniga ikkita sog'adigan apparatimiz 7,2 million so'm. Bu ham Turkiyaning 40 litrli Turkiyaning Melasti degan apparati. Bu ham yaxshi, zo'r. Ish unumi samarador oshadi. Vaqt degani pul degani, hozir ko'ryapsizlar azizlar. Harakat qilmasa ham bo'lmaydi. Ish unumi oshadi. Unda ham bunda ham chorva fermerlar uchun albatta buni zarur. Rivojlanmasa bo'lmaydi, orqada qolib ketish yo'q. Og'irlarni albatta yengil qiladi aka. Albatta, albatta. Endi drabilkamiz narxini aytib o'taylik, oldiga o'tsangiz. Xo'p, endi drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, akalar mana. Xo'p, misli motorimiz hop 3,5 million so'm. Ya'ni 4 kilovatli Ariol misli motor bilan jihozlangan, xolasiz to'rtburchakdan, xolasiz yumaloqdan qilib beramiz. Narxi 3,5 million so'm. Endi Titan alyuminli motorimiz bo'lsa 3 million so'm narxi. Buni ham xolasiz to'rtburchakdan, xolasiz yumaloqdan qilib beramiz. Endi bunisi bo'lsa 3,5 kilovatli drabilkamiz narxi 2,6 million so'm. Bitta ichlarini ochib ko'rsatib beramiz. Mana ochilishlari ham bitta qulay oson ochiladi. Qulay oson. Mana ichini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yerda trubasini ko'rsating. 8 qalinligi 8 lik trubadan qilinadi. Juda ham qalin. Mana ichlari 21 ta segmentlarni pichoq bilan jihozlangan. Bu 5,5-6 kilo chiqadigan listdan qilinadi. Narxi 2,6 million so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkasini yetkazib beramiz. Keyin mana hozir bitta manzilni ham tushuntirib o'taylik. Andijonlik akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, Andijon viloyatida bilmaydi, yaqin masofada. Oltinko'l, O'rmonbek, endi bizga yana ham yaqini Namangan tumanining Noron odamlari bor. Noron odamlari ham hammasi chorva fermerlar shug'ullanadi. Bularga ham mazza oson bo'ldi. Yana ham yaqinroq bo'ldi. 705 ta ham har qancha nechta desa zakaz bersa olib ketilaveradi. Mana shu manzilning eng yaxshi lokatsiya shu. Balaxshi tumani, Pajar yoni. Bu yerdan kelayotganda sud binosining oldidan kirib keladi. Pajar yoni hokimiyatga kelayotgan yo'nalishda. Yaqin masofa kelib ishlatib, ko'rsatib, bemalol olib ketaverasizlar. Pastda raqamlar qoldiramiz akalar. Xohlasalar bemalol telefon qilsalar, xudo xolasa dastavka qilib yetkazib beraveramiz. Xohlasanglar mana shu manzilimizga kelib, bemalol tekshirib olib ketaverasizlar. O'sha trubalari 400 lik trubada bo'ladi.
ochilib yopilishlari ham juda ham oson. Setkalari bor albatta, mana ko'rib qo'yinglar. O'sha mayda donni chiqargani, uni qilib chiqarib beradigan bor. Xo'p, sal yiriroq qilib sep beradigan bor, shunda ham bor mana. Bunimiz yorma uchun, masalan, donlarni makkani sotasi bilan masalan yorma qilib beradi. Bunimiz un kepay holat keltirib beradi. Mana ichida sepka qo'yib qo'yganmiz. Bu sepkasida har qanday hashayni mayda holatda chiqarib beradi. Sal yiriroq kerak desalar, ichida sepkasini olib qo'yib chiqaraverasizlar. Maqsad nima? Maqsad isrofgarchilikni oldini olish. Albatta isrof bo'lmaydi. 10 ta pres oling, 3 tasi isrof bo'lib ketadi, jodi qilganda bunda isrof bo'lmaydi. Umuman ziyon yo'q. Bolalar nushq chiqarmaydi. Nushq chiqarmaydi. Aha. O'zingizda qiladi o'sha. Dastavkalarni O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz akalar. Undan tashqari mana shu kelib olib kelsalar ham bo'laveradi. Endi aka, do'koningizda nimalar bor yana? Bir ko'rsataylik aka. Chorvador fermalar uchun narsalar bor, ko'rsin. Yuring bo'lmasa bir ichkarini ko'rsatamiz. Mana aka, shiorni ham ko'ring, mana chorvangizni biz bilan rivojlantiring. Chorvador aka-ukalarimizni xudo xolasa ancha yengillari oson bo'ladi. Aka, endi bu yerda birinchi ko'zim tushgan narsa mana shu bo'ldi. Menga qiziqdi. Bu nima o'zi aka bu narsa? Xo'p, buzoqlar uchun o'sha sut emadigan narsa, sut idishi. Bu ham Melasti Turkiyaning firmasi. Melasti Turkiyaning firmasi. Bunda endi 8 litr, bu 2,5 litrlisi. Bundan endi kattaroq bo'lgan sari ko'proq sut ichkisi keladi. Albatta bu idish ko'p bo'lsa, qiynalmay qaytarib qo'yib yurmaydi, o'shani to'yib mazza ichadi. Harakatda qiynalmaydi. Buzoq ham harakat ichsa bo'laveradi. Endi suv idishlarimiz bor. Va abitda molga qaradingmi, suv berdingmi, va bu ishtali uzoqdan 50 kilometrdan qaytib kelib yurmaydi. Buni o'rnatib qo'ysa, albatta suvdan problemi yo'q. Problem bo'lmaydi. Xohlagan hayvon suvni o'zini ichib ta'minlayveradi. Katta kichikligi yaxshi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Bir olayinda ko'rsatib beraylik. Plasmassa juda ham yaxshi. Mana akalar, bakteriya tushmaydi. Suv o'zi tumshug'ini teksa. Masalan, termos bo'ladimi yoki uyingizda 5-10 ta chorva bo'ladimi? Bitta qo'yib qo'yasiz. Suv o'zi avtomatik ichganda tushadi shu yerga. Suvdan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xabar olmaysizlar, qo'yib qo'yasizlar, o'zi suv tushib turaveradi aka. Mana shunaqa holatda ekan. Endi xo'p, separator apparatlarimiz bor. O'sha qaymoq chiqaradigan. Bu Xitoy apparati, bu Ukraina. Ikki xili bor. Ukrainaniki 1 soatda 100 litr sutni qayta ishlaydi. Qayta ishlaydi. Xitoyniki qancha ishlaydi aka endi? Xitoyniki ham ular 6 litrli, bu 12 litrli. Bu samarasi ko'proq. Bu yaxshiroq, Ukrainaniki yaxshiroq. Chunki keyin aka bitta boyatda narsa aytdingiz, qiziqib qoldim. Mana shu narsa magnit. Hozir menga ham qiziq, obunachilar mana kommentariyada mana shu narsani bilsanglar yozib ketaverasizlar. Akamiz tushuntirib beradilar. Bu nima aka o'zi bu narsa? Bu magnit. Xo'p. Yaxshi yurgan hayvonni ichiga ham oshqozonga solib qo'ysa og'izdan. Har kunjara bo'ladi, xo'p. Qavachali yemlar beradi hayvonga. Mayda-mayda simlar bor. Biz ko'zga ko'rinmaydi. Lekin oshqozonda misol tushib qolsa, yurak qarab ketish boshlaydi. Mayda detallar. Kasal bo'lib mol bir kun shumshayib qoladi, yo bo'lmasa o'zgarib qoladi. Bu oshqozonni to'plab turadi o'sha narsani. Bu molga yutqizib yuborsa, oshqozonda to'plab turadi. Simple mayda simlar ketib qolsa, yuragi ketmaydi, oshqozonda ushlab turadi. Olib ketaveradi, ha. Zo'r narsa ekan, mana hurmatli obunachilar, men qiziqdim shu narsaga. Bu sog'lom mollarga ham solib qo'ysam ziyoni yo'q. Foydasi bor, ziyoni yo'q lekin. Gap yo'q. Tuyoqlar kesish qaysisi mana? Tuyoqlar ja kovushib ketadi hayvonlar, kim ko'rsangiz, sigirlarga bir joyda turaversa. Mana shunda qisqartirib qo'yadi. Odam tirnoq olganda molga ham yurganda ham qiynalmaydi. Asha qaysisi? Bu Germaniyaniki, lekin yaxshi. Mahsulot zo'r. Bemalol do'koningizga kelib, har xil bo'laveradi. Xo'p, aka bu dorilar nima endi mana? Xo'p, bular qo'shimcha yem mahsulotlari. Mana Vilafos. Bular endi ozuqa sifatida beriladi. 40 grammdan molga, qanaqa hayvonga ham, sigirga ham, novvosga ham bersa samarasi bor. Semiradi, ichida keraksiz bakteriyalarni o'ldiradi. Endi buni kislotni balansni norma qilib turadigan sodamiz bu. Ko'pincha silos ko'p bersa, og'izdan suv oqib ketib qoladi. Bu kislotni balans o'sha normada ushlab berib turadi. Normada ushlab berib turadi. Ha. Bir haftada 3 marta 2 marta berib qo'ysa, silosga sepib bo'ladi. Molga ham qo'ygan bo'laveradi. Bu endi fosfor, kalsiy. Bu ham o'sha yem ozuqasiga oz mahsulotlarda qo'shib berib turiladi. Ozuqani nimasini oshirib berar ekanda aka? Endi hali injiq bolalar bor. Molni olib keladi, haqiqatan mol zo'r. Yerini yaxshi. Sut zo'r beradi, lekin injiq. Yangi birinchi tuqqanda qitag'a keladi, tep o'raveradi. Kelinni ham uncha ayoldan yaqinlashtirdi. Buni o'rnatib qo'yadi, antibiotik deydi buni. Turkiyaniki, yaxshi Melas firmasiniki. Qo'yib qo'yadi, oyog'ini 5 sm ko'tarmaydi. Kichkina bola 4 sm bo'lsa ham faqat qo'yib sog'averadi. Qiynalmaydi uncha opa-singillarimiz. Zo'r narsa ekan lekin. Vali bozorda o'sha mollarni bilsangiz, tepadigan mol narxi tushib ketib qoladi. 20 millionlik molni 15 mingga olaman, 14 mingga olaman. Buni o'rnatib qo'ying, 240 ming so'm. Bo'ldi, mol oyog'ini ko'tarmaydi. O'tirib olib sog'averasiz. Bu ham imkoniyat yaxshi nimasi bor. Samarasi bor. Tepadigan sigirlarni sutini oson sog'ishlik uchun qo'yib qo'ysa, qulay ekan, ha? Bor, ha. Shunaqa gaplar. Hurmatli obunachilar, manzilimizni yana bitta tushuntirib o'tamiz. Andijon viloyati
Baliqchi tumanida biz mazmun tushuntirib o'tdik. Pasharni yonida ekan. Mana shu yerda aka-ukalarimiz bo'lsa, Pasharni yonida ekan. Akamizni ukalariga bemalol kelib, mana shu yerda bundan tashqari narsalar ham bor. Hozir biz videoda qisqacha qilganligimiz uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdik. Kelib akamizdan xudo xolasa xarid qilaverasizlar. Xo'p, endi yana bitta narsa. Mana bu yerda o'sha sizlarga yengillik bo'lish uchun drabirkalarimizni olib kelib qo'ydik. Bemalol shu pastki raqamlarimizga xudo xolasa aloqaga chiqib, telefon qilsalaring ham bo'ladi, shu yerga olib kelsalaring ham bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana shunaqa like tugmasini bosib qo'yasizlar akalar. Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Mana shu bilgan narsalaringni bildik yo bilmadik, yangilik bo'ldi deb yozib qo'yasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.